Assalomu alaykum, to'rdagi barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz Abdumed Xo'ja Abdulla Qarqash yozgan Zulmatlik tuproq romanini o'qishni davomlashtiramiz. Oldingi qismda biz Podshohxonning Bir olam va bir odam kitobini topgandan keyin uning ichidagi ba'zi bir bilimlarni o'z amaliyotida o'tkazganligi va uning ichidagi bilimlarni puxta egallaganligini o'qib o'tdik. Endi davomini o'qiymiz. Pashshaxonning insoniyat aql farosatining amgigi hisoblanadigan bu qo'lyozmani suda oqqizib o'tishga zodi quli bormidi. Kitobchini quliga necha qitim ilib, necha qitim qo'ydi. U oxiri Liviga tishlab, ota bovisining vasiyati bo'yicha ko'ziga yosh olgunicha kitobni juma tong atar kechisi ikki daryoning birlashma qiniga titma qilib oqqizib o'tdi. Andin bu yurtdagi ishkildan beri o'ziga atadorchilik qilgan yaru do'st birodarlari va ustozlari bilan rozilashib o'z yurti Turkmanistonga yo'l oldi. Podshohxon vatandan ayrilganiga 3 yil bo'lay degan edi. U bu jarayonda o'z vatani Turkmanistonning qadriga boshqacha yetdi. Dunyodagi eng ulug' muhabbatning vatan muhabbati ekanligini yana cho'nqur tushunib yetdi. U bu 3 yil ichida ilm tahsil qilish bilan mashg'ul bo'lgan bo'lsa-mu, butun Asiyodi Turklar ittifoqida, ukisi Tillaxonda, quliqi yumshoq yigitlarda bo'ldi. U Turkmaniston zeminiga qadam qo'yib, cho'nqur bir nafas olgandan keyin yurti Ostonaga shundoq oldirdi. Chunki u yerda uningga qanot bo'lgan ukisi Tillaxon va Alloh yo'lidagi Qur'on tutishgan qarindoshlari bo'lgan 5 dona zabardast yigit uni kutib turardi. Podshohxonga ömrida eng uzun bilingan safar dal mushu vataniga qaytish safari, ya'ni Ostonaga qaytish safari bo'ldi. Yo'lovchilar avtobusi tushishga yaqin Ostonaga yetib keldi. Aldirab ketgan Podshohxon Ushqandek zavodga yetib keldi. Zavodda natunish 10 necha odam ishlayotdi. Tillaxon qatorliq yigitlarning hech qaysi ko'rinmaydi. Podshohxon darhol ishchilardan Tillaxonni surishta qildi. Ishlayotganlar Tillaxonni texi attigan ko'rganligini, zavoddagi texnik yigitlarni boshlab sirtqa chiqib ketganligini aytdi. Podshohxonning yuragi o'rniga tushib, qo'lidagi chamadonlarni yotiqiga tashlab qo'yib, demini olmasdan yigitlarni izlab sirtqa mangdi. U zavodning oldiga chiqqandan keyin qayerga mengishni bilolmay birdam turib qoldi. Andin ko'ngliga bir ishni akilib burunqi turalg'usi bo'lgan qalandarlar ko'chasiga berib boqqisi keldi. Podshohxon bolaligida cho'ng bo'lgan qalandarlar ko'chasidagi bu uyni yuqori bahoda egisidan setib olgan edi. Lekin ular zavodga ko'chib ketgachga bu uyda odam o'ltirmaydi. Podshohxon bilan Tillaxon pat-pat bu uyni seg'inib qolatdi. Bundaq chog'da ular bu kona uyga kelib biror oqshom qunib o'zlarining bu uyga bo'lgan amroqlik xumorini bosatdi. Podshohxon uyning oldiga kelib qo'sh qanot eshikning ochiq turganligini ko'rib, aldirab hovliga kirdi. Podshohxonning hujrasi va mehmonxonaning eshigi yerim ichiqliq turardi. Podshohxon hujrasiga kirib qaradi. Uy ichi burunqiga o'xshash qayta bezalgan bo'lib, supiga silingan gilam, yig'ilgan yotgan ko'rplar sho'peti turardi. Kona sandiqmi shu edi. Podshohxon hayron bo'lib mehmonxonaga chiqdi. Mehmonxonadami burunqi gilam siliqliq bo'lib, ustida 5 kishilik yotgan ko'rpa yig'ilib turardi. Podshohxon bu manzarani ko'rib ko'ziga yosh ilib, bolaligini esiga oldi. Onasi Maryam xonimni ko'rgandek bo'ldi. U bu ishlarning hammasini ukisi Tillaxon qatorliqlarning qilganligini bilib, ularni izlashga boshladi. Tillaxon javob chiqmadi. Podshohxon hovli ichiga sap soldi. Pokiz supurilgan hovlida odam ko'rinmaydi. U oshxona uyga kirib boqdi. Cho'ng qozonda varaqshib go'sht qaynayotdi. Podshohxon go'shtga qarab livini bir yolib etgandan keyin ukisining bolalik chog'ida o'zidan qiydab qolsa, kaptarxonaga chiqib oldiganligini o'ylab darhol hovlidagi shota bilan o'g'ziga chiqdi. Degandek ukisi Tillaxon kaptarxonning oldidagi optob isinigan kona karvatda keynini qilib o'ltiratdi. Tillaxon ukam, men keldim, dedi Podshohxon ko'zini taramlab oqqan yoshni surtib turib. Angacha Tillaxonning ko'zidan oqqan seg'inish ishi uning pokiza qirilgan soqqildan sirg'ib o'tib kiyimlarini ho'l qilib etgan edi. Shundaqdimi Tillaxon qimirlamasdan o'ltiratdi. Podshohxon yugurib kelib ukisining keynini quchoqladi. Uning ko'zidan oqqan yosh ukisining murisiga yomg'ir kabi tomchilaydi. "Ukam, meni kechirgin", dedi Podshohxon past ovozda. Eڭikini ukisining dumbisiga yiqib turib. "Aka, bu senmi?" dedi Tillaxon ko'zlaridan oqqan yoshni yengi bilan surtgach, akasining qo'lini tutib turib. "Bu tushim emasdi, aka." "Yo'q, ukam, bu tushing emas. Menga qarag'ina Tillaxon."
Sana qarashdan qo'rqaman aka. Midirlisalma tushimdan uyg'onib ketadigandek. Sen rost qaytib keldingmi aka? Shundoq ukam, endi hech yerga bormayman. Menga qarag'in, chiroyingni bir ko'ray, dedi Poshshaxon ko'zlarini oqqan yoshni surtib turib. Endi sen menga va'da bergin aka. Ma'qul ukam, sana va'da beray. Tillaxon o'rilib akasini quchoqlab yig'lab ketdi. Bu kunlarmi keladigan aka? Endi bizni tashlab ketmagin. Bo'ladi ukam. Endi nega borsam sizni birga ilib manaman. Poshshaxon ufqisini bekli seg'ingan edi. Ular o'gizda uzungacha quchoqlashib ko'z ish qilishdi. Ulug' Allohning insonlarga berganlari haddi hisobsiz edi. Bu katta ihsonlar ichida dili pokiza insonlar uchun qarindoshlik, do'stlik, mehrimu Allohning ularga bergan katta mukofotlarining biri hisoblanadi. Poshshaxon bilan Tillaxonning mushu vaqtdagi xushalligini hech nimaga tang qilg'ili bo'lmaydi. Ularning bu chog'dagi aka uquliq mehrini so'z bilan tasvirlash mumkin emas edi. Qani ayta Tillaxon, yigitlarimiz qayerda? deb so'radi Poshshaxon shotidan tushgach, o'gizdan tushishga tamshilayotgan Tillaxondan. Ular seni bak seg'indi. Sen ketib ikkinchi yilila ular sening gapingni tula qilib, beshimni og'irtibatdi, dedi Tillaxon shotining baldiqiga putini ilib turib, yiroqqa nazar solg'ach. Öynümü balalarning fikri bo'yicha mushundaq jabdib chiqdik. Har juma kuni bu uyda sana atab xatmi Qur'on qildik. Akşam boshqacha bir yaxshi tush ko'rib qoptiman. Deyishib olgandek, balalarımı atdiganda sening gapingni qilib, Poshshaxon akamizni har qatim sig'insaq, koni uyimizga berib kelatdik. Bugun ashu uyda bir yog'burtayli deb qopishibdi. Atdiganda balalar bilan qabristonlikqa berib, mo'mimizning beshini yo'qlagan edik. Aramizdan biraylan. Odamning beshiga eg'ir kun tushganda ota-onasining qabrisini 7 oylansa hojati ravo bo'ldi debdikan. Shunga bizning cho'rgilaydigan qabrimiz yo'q. Mushu Poshshaxon akamizning mo'misining qabrisini bo'lsa-mu cho'rgilab chiqayli deyishdi. Shuning bilan biz tahorat elib qabr beshida Qur'on tamom qilyotdik. Bir qaga beshimizga kelib to'la qaqildab ketdi. Men bolalarga deb qo'yib bozordan bir qo'y akilib qon qilib go'shtini namratlarga tarqitib etdim. Andin bozordan go'sht akilib qozonga silivitib bo'lib, seni xiyol qilib qoldim. Ko'nglimga xuddi sen kelib qoldigandekla bilinib qolding. Yo'lga chiqib yiroqqa qarab tursam, sana o'xshash birisi kelyotdi. Ko'zimga ishonmadim. Yıqillab kelgan cheg'ingda senlikingni bilib hayronlik qoldim aka. Balalar hozirmi qabr beshida. Ularning qishiga tez borayli. Seni ko'rsa yuragi yerilib ketadi u bechoralarning. Ular ko'chadan chiqib bir mabini mozorliqqa kira qildi. Mabidagi atmu Poshshaxonning ko'nglini tushangandek, yo'rg'iligicha ularni mozorliqqa opirib tashildi. Ular mozorliqqa yetib berib oldi bilan duoga qo'l ko'tardi. Andin aldirab yigitlarning qishiga mangdi. Yigitlar yiroqdan Poshshaxonning kelayotganligini ko'rib aldirab duoga qo'l ko'tarishdi. Ularning ko'zlaridan yoshlar tomchilashga boshladi. Bu yosh tomchilari boshda xushallikdan oqqan bo'lsa, keyin Allohga etilgan shukr sanodan kelyotdi. Ularning duosi bekmi qisqa bo'ldi. Poshshaxon qabr beshiga kelib bo'lguncha, yilpizdek 5 yigit o'rnidan aldirab turib, Poshshaxonning oldiga yugurib bordi. Ular bas-basda Poshshaxonni quchoqlab yig'izori qilishdi. Yanda turgan Tillaxon bu ta'sirli ko'rinishdan yana ko'ziga yosh oldi. Ey ulug' Allah, sen bizga berding. Sen başdimi akam Poshshaxonni bizga bergan eding. Hozirmi yana bir qatim akamni bizga qaytarding. Barliq hamdu sana sana xosdir ey egam. Sana nima deb rahmat aytishimni bilmayman. Musulmonligimdan faxrlaman ey Allohim. Sen bizga va'da qilgan jannating mushu shumudu. Bizga Qur'on bilan xush xabar bergan ey ulug' zot. Sendan yana shuni tilaymiz. Endi akamni bizdan ilib ketmagin. Ular ikkaylan oqshimi bu kona uyda qo'nib qoldi. Poshshaxon bilan Tillaxon burunqiga o'xshash uzungacha paranglashib uxlamadi. Ishlar qandoqroq ukam deb so'radi Poshshaxon Turkmanistonning yaqin ahvolini bilishga taqozo bo'lib. Sen ketgandan beri vaziyat kunsari keskinlashdi, dedi Tillaxon cho'nqur bir uf tortib. Mustaqillik harakatlarim ko'paydi. Ruslar bargan sari g'aljirlashib, harakatlarimizni bor kuchi bilan bostirdi. Anglashlarga qaraganda boshqa mustamlika rayonlaridagi qarshilik harakatlarimi bizninkidek ig'ir emaskan. Hozir Turkmanistonga yo'tkalgan Rus armiyasining soni hisobsiz ko'paydi. Ular butun kuchini bizga qartayotidu. Kech kunduzlik chorlashni kuchaytirib,
axtırış, tinitiş hərəkətlərini köpəytdi. Türkmenlərdən bolğan Aqun nüfuslarını başquruşni bəkla çiң tutub aldı. Şunun bilan balalarning məsul rayonlardakı fəaliyyətləri tosqunluqqa uçrab, sən ketib uzunğa qalmay həmmimiz ailəyə yığıldıq. Undaqda təşkilatımızın əhvalı qandaq buluvatıdı? Hər qaysı joylardakı a'zolarimiz yana shu peti. Ularning jangovarligi yo'qolgani yo'q. Balalarni tutib turmaq təs buluvatıdı. Ular faqat sağa saqlab livini tishlab turdi. Hayt deydiganlar bo'lsaq, ostoniga tetiydi bular. Sen ketgandan keyin ruslar muqimlik ishiga bak kuchab ketdi. Shu sababli tashkilotimizning faoliyati bir oz palach holga tushib qoldi. Biz yangi a'zo taraqqiy qildirishni to'xtatib, kona a'zolarga vaqtincha sukut qilib turishni uqtirdik. Vaziyat bizga izchil foydasiz bo'lib kelyotidi. Ruslarning kuchining boricha bizni tarmar qildik deb jarsilib yuriydi. Xalq bu evaga azroq ishinib qoldi. Hozir vaziyat nisbiy tinish turmoqda. Xalqimizning ahvoli qandaqroq? Qarshilik harakatlarini butunlay o'qimishliq yoshlar ilib beryotidi. Shahardagi o'ttira yoshlar qursqi to'yg'anga shukri qilib masjid bilan uy oraliqida medirlab yuriydi. Dinni haqiqiy tushunadigan mulla ulamolarimiz qonunsiz yer osti diniy maktab ochgan degan turli batnomlar bilan turmalarga qamalmoqda yoki masjidlardagi vazifasini qoldirilmoqda. Yeza sahrolardagi dehqonlarga kelsak, ularni kalta mullalar o'z quliga ilib oldi. Ular mullaning deganini eqitmay, timitmay qiladi. Mulla bugünü qopub öz atanglarını türükке bağlab rasa silinglar dese, ular oq-qorin surishtirmay öz atasini uradigan darajaga bordi. İkital pulga setilgan kaltı mullalar mihrabda o'ltirib Stalin bilan xishrovlarga maxfiy duo qilib yurishmoqda. Demak, Moskva ko'zini bizga tikibdi-da. Hech qisi yo'q ukam. Chiqargan qaroringlar to'g'ri bo'pti. Behuda bedel to'lmasligimiz kerak. Oldimizdagi hafta yig'in ichib ba'zi ishlarni qaytadan boshlaylik. Bo'lsa shundoq qilaylik aka. Qo'llarim qichishib, xanjirimni dod bisib ketdi. Ha ras ukam, qarsam yigitlar cho'pcho'ngli odam bo'lib qopti. Ko'nglida boshqacha xiyollari bo'lsa o'qishib boqqin. Ularning hechmi bir yerga berib qoldi. Tillaxon akasining gapidan xijil bo'lib ketdi. Aka, bu gapni biz sen yo'q chig'inda allaqachon deyishib bo'lgan, deb kuldi Tillaxon akasining gapidan xijil bo'lgan holda. Ko'nglida san bormikan? deb kuldi Poshshaxon ukasiga o'rnib qarab. Biz ikki yo'lning birini tanlab bo'ldik. U to'g'ri g'am yemagin. Biz yo'qsul bo'lsaqmi, Allohning qudrati bilan er bo'lib to'raldik. Qilin qarda yalangoyoq titrab bo'lgan kunlarimizda ulug' Alloh seni bizga uchrashtirdi. Hala bugungi yaxshi kunni bergan Allohning yo'lini tashlab, o'zimizning erligidan tinib, ana singillarimizni qo'g'dashdan voz kechish, vatanni yotlarga tashlab berish, sening Qur'on tutgan erkak inilaringga xos emas. Aka, biz vatanning bayrog'ini ko'rmagicha to'y qilmaydiganga qasam ichishdik. Bu bo'lmabdi, ukam. Bizni apu qilgin aka. Biz allaqachon tanlab bo'ldik. Qapazda turib yegan go'shing hechnimi tetimaydi ekan. Pasning quldan non ilib yegucha ochliqda o'lguning ming afzal emasmi? Bizning haqiqiy xushalligimiz jaynamoz bilan qilishning ustida. Ana singillarimizning put qo'lidagi kishanlarni pachoqlab tashlashda aka. Deganlaringga to'g'ri ukam. Vatan ishqida yuraklar qon yiringga to'ldi. Jarohatni eg'iz oltirmag'icha og'riq azobi butun a'zoyingni qiynaydi. Bo'pti, sizlarni qo'llayman. Tigi paslarning oldida murtad bo'lib, mazlumlarcha 1000 yil yashagandan ko'ra, erkak bo'lib bir kun yashaganimiz ko'p afzal. Sizlardan faxrlanaman ukam. Ikkalin uzun paranglashdi. Ondan uxlab qilishdi. Әтісі әттігенден башлап Poshshaxon zavodning ish kuchlarini yigitlarga topshirib qo'yib, Tillaxonni әгәшtirib, shahar ichidagi munosabatlik o'qimishliq zot, qo'liqi uzun kishilar, harbiy saqchi o'rinlaridagi tunish bilishlarning oldiga salomga bordi. Poshshaxonning ostonadagi inovati zo'r edi. Bo'libmi uning yanchug'idagi puli Rus hokimiyat qatlamida uningga boshqacha 100 inovat ato qilgan edi. Tövini saqchi idorasining boshlig'idan tortib, yuqorisi shahar boshlig'icha uningga xushamat qiladi. Poshshaxon bu ochko'z amaldorlarni obdan bilgachga, ularning qorniga uni buni tiqib turadi. Ular amaliyotda död, vijdon, g'urursiz odamlar bo'lganligi uchun ozroq boylik uchun hokimiyat ichidagi ba'zi maxfiyatliklarni Poshshaxonga qoldirmay deb beradi. Poshshaxon shunday qilib bir hafta yuqori tuvan qatlamda yurib, salom soat ziyorati ilib bordi. Haftadan keyin zavoddagi maxfiy yer osti uyida tashkilotning jiddiy yig'ini ichildi. Yumloq ustalning atrofida 7 odam zabardast o'ltiradi. Poshshaxon Turklar ittifoqining atamonlik sufati bilan so'z boshladi.
Yigitlar, dedi Podshoxon jiddiy tusda qolgan 6 yigitga birma-bir qarab. Biz bugun Turkmanistondagi Rus mustamlikasiga qarshi boshlamchi tashkilot bo'lish sifatimiz bilan bu yig'inni echivyapmiz. Moskva Turkmanistonning muqimligiga boshqacha ko'z bilan qarab keldi. Ularning nazarida Turkmanistonning muqimligi barliq Sovet mustamlika rayonlarining muqimligini belgilaydi ekan. Shu sababdan ular markaz moliyasidan zo'r mablag' ajratib, harbiy va saqchi kuchlarini ko'paytiribdi. Yana bir ishonchli xabarga qaraganda, KGB Turkmaniston masalasiga jiddiy qo'l tiqmoqchimish. Vaziyat nihoyat keskin. Xrishov taxtdan tushish oldida turyotidi. Lekin Chayonning bolasi yanala Chayon. Ruslar azaldan dunyo turklariga ziyonkashlik qilib keldi. Bizmo ham ulardan yaxshilik tamoq qilmaymiz. Mana mushundaq jiddiy vaziyatda Turklar ittifoqi nima qilishi kerak? Uning javobi shuki, qonxo'r istibdodlar bilan bo'lgan kurashni 1 minutmi to'xtatmaslik kerak. Biz Turkmaniston mustaqillik harakatini butun Sovet mustamlika rayonlariga, ondan xalqaroga tunitishimiz lozim. Buning uchun tashkilotimiz bundan keyin mundaq 3 ishni markaz qilib harakat qiladi. Birinchi, tashviqot faoliyatini kuchaytiramiz. Gazetning o'rniga qaralsiz tashviqot varaqi tarqitishni asos qilamiz. Ikkinchi, izbosarlarni tarbiyalash, yetishtirish xizmatini ching tutamiz. Buningda o'rta maktab o'quvchilari va universitet o'quvchilariga bo'lgan ta'lim-tarbiya tashviqotini kuchaytiramiz. Uchinchi, vatanimiz ziminiga dastlab turgan har qanday rus fuqarosini o'z vataniga qaytarishga tirishimiz. Biz bu to'g'risida burunmu bir qitim bayonot e'lon qilgan, lekin ularning fuqarolariga qo'l silishga degudek ra'yimiz bormidi. Qisqasi, biz yumshoq qo'llik qildik. Behuda qon to'kishni xolamadik. Aksicha, Moskva biz turkmanlarga terrorchi degan qalpoqni kiygizib, xohlagancha turmalarga oldi. Xohlagancha qirib tashladi. Amaliyotda haqiqiy terrorchilar dal Moskva hukumatining o'zi. Qaraydigan bo'lsak, bizning taqdirimizni ulug' Alloh putmay, bir qancha qonxo'r belgilab etibdi. Xalqimizning bag'ri yumshoqligi oxiri Turkmanistonni mana mushunda holga akilib tashildi. Tishlaganni tishlash kerak, tepganni tepish kerak. Endi hammani Allohga qo'ymaymiz. Savriningmi cheki bor. Buning uchun dastlabki 1 yilda asosliq zarbini ularning harbiy saqchi qismlariga qaratamiz. Shundaqla Rus fuqarolarining bu 1 yil ichida o'z vataniga qaytib ketishini tashabbus qilamiz. Undan keyin o'z vatanini topolmagan har qanday Rus fuqarosi, mayli u harbiy yoki odatdagi fuqaro bo'lsin, 18 yoshdan yuqorilarning hammasi Turkmaniston ziminiga qonliq badal to'lishi kerak. Podshoxonning yinib turgan ko'zidan ajoyib bir xil qat'iylik ham vahshiylik chiqib turadi. Yigitlar azaldan Podshoxonning bunda g'azabga kelganini ko'rib boqmagan edi. Yig'in 2 soat atrofida davomlashib, tashkilotning bundan keyingi xizmat nishoni va ba'zi yangi harakatlarning qadam bosqichlari o'ttirg'a qo'yildi. Shunday qilib, ular yig'inda muzokaralashgani bo'yicha ajisni boshlab harakatga atlandi. Boshda ular tashviqot varaqini 2 xil mazmunda tarqatdi. Uning biri keng xalqqa ilib berilgan tashviqot bo'lib, uningda Turklar ittifoqining boshlamchi bo'lib, Rus istibdodlarining zulmiga qarshi ozodlik harakatini qat'iy to'xtatmaydiganligini, Turkmaniston xalqining o'ziga yaqindan moslashishni murojaat qilingan edi. Yana bir tashviqot bo'lsa, butunlay o'rta maktab o'quvchilari bilan universitet o'quvchilariga qaratilgan bo'lib, uningda asosan turkman yoshlarining hozirdan boshlab har xil tashkilot va uyushmalarni qurib, Rus mustamlikachilarining adolatsiz hokimiyatiga qarshi isyonkorlik ruhini yetildirishning zarurligini o'ttirg'a qo'ygan edi. Shunday qilib bu qitimliq roman o'qishimiz mishagicha bo'ldi. Davomini kelasi qitim o'qiymiz. Xayr xo'sh.